Assalomu alaykum, kanalımıza abone olsanız bugungi rolikimiz Versal City'de joylashgan yangi qurilgan 1, 2, 3, 6, 7, 8 qavatli binoning birinchi qavatında 3 kanal kvartira chiqqan ekan. Shuni bir qator ko'rib tanishtirib o'tsak. Devrekli ishlar polni bitgan, gaz, svet, suv hamma narsa tayyor. Yine şu görüp duran domumuzda joylashgan ekan. Hozir bir qator ko'rib o'tamiz. Qarasa, bir qator ko'rib o'tamiz. Liftla iş yaptırdı. Bir de yine 1, 2, 3, 4, 5 hocalık ekan bir de. Şimdi 3 konular. Bir de polni gelip yaşab o'tibdilar. Ama yaşab o'tibdi. Keyin ekan bilen polni suvoqdan chiqqan necha metr kvadrat bir? 80 kvadrat. 80 metr kvadrat yana yujuning joy, korobka holida. Bir de hozir hojatxona vannasi. Yana bir de tuvalet vanna. Bera xursand bo'ladi. Sho'chlar tushgan. Tualetni bera xursand bo'ladi. Xalosa dilni qilsa bo'ladi. Xalosa joylashtiradi. Xonalarni dilni joylashgan. Meda bir xonasi. Bir xonasi şöyle. Ulla ekan meni 6 metrlik plita bosilgan. 3 metre 320 ya 270 o'xshaydi bu. 270'e 6 metr bor. Mana yo'lning usti xonasi bor. 80 metr kvadrat. Beda endi 2. Bazı beda nav spalni o'xshaydi beda. Aparat tizib kuytdilar o'xshaydi devorlar men. Berini kamina yo'lning ustidan qaragan, beda o'sha ko'chib kelib yashab o'tiribdilar. Elektromontajlar qilingan. Yine beda simlar ko'rinib turibdi, simlar qo'yilgan. Bu kuxnya mı? Kuxnya podval ochasiz. Ha, kuxnyani beda podval ochib qo'yibsiz. Podvali 60 kvadrat. 60 metr qo'ya. Bu yerni o'rib beklab qo'yibsiz. 2 joy tushadi undan. Aralarni o'rib qo'yibsiz yana. Avaylab hech kim kelmaydi. Podvalimiz tayyor. Beda yine 60 ga 2 joy tushadi. Uçuşları bor. Tayyor qo'yilib turibdi. Beda endi bir namoyasi shuna qarana kerak. Pestini qartirilgan. Pestlerim ullu beladine ekan unam. Belant ekan uni. Bu yerdan bir kat spanli. Bu yerdan bir spanli. Bu unroq spanli. Bu unroq ekan bu. Arxanadan sel unroq ekan, yengil ekan. Havo. 3 al. Bu shunda opsi 80 metr kvadrat. Endi buni narxlarini chiqib oladi. Buni endi plus 60 kvadrat var içinde. Buni alganimiz 8200 dan hisob. Kreditami? Kredit yo'q, narx, avval kredit, yarısini narx berganman. Yarısı kredit. 360'ı narx. 312'si kredit 25 yıl. Her aydan necha so'mdan chiqdi? Her ayda 4800. 4800'dan chiqadi. Xalosa oldingizdan davom etib ketsa bo'ladi. Bu yerda birlamchimi subsidiyami chiqu? Birlamchi men. Birlamchi 17%dan. Ama hamma taxmin tayyor, qo'limda. Xalosa davom ettirib ketadi o'zim, kelishdi. Xalosa davom ettirib ketadi, xalosa 360 ta bersa bo'ldi. 360 ver, davom ettirib ketsa. Arenda statga necha so'm qolib turibdi? Arenda 312 qoladi. 360 to'langan, 312 davom etish kerak. 140 metr hamma. Opshinde podval bilan. Bu podvaldan girib ko'pmi ya? Yo'q, shu podval shundan biza yapadi. Shuni pazarga hisobida. 8200 8200 ichida shu. İçinde bonu şu. İçinde var shuni. Birinchi etaj 8000 ichida shu. Bo'ldi, rahmat ma'lumotlar shu. Yana ko'rib turgan 80 metr kvadrat joyimiz. Xalosa bir namchana davom ettirib ketsa bo'ladi. Kredit xalosa yopib turib rasmiylashtirib olsangiz. Barter sarter bormi eringizda? Barter sen bormi kelishadi? Joy poy tayyor joy bo'lsa. Esa ma'lumotlar uchun katta rahmat deb qolamiz. Yine görgen joyimiz o'sha yashab turib edi. Ko'chalar yana yurganimizni akkurat etib xo'jaliklar tushgan chotki mesda. Allah dükkan bir Seyit Balan uchun katta rahmat deb qolamiz. Yangi ro'yxatimizda görüşguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.